Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Mana bugun navbatdagi uchrashuvimizni o'tkazamiz. Bugun 26-may kuni soat 16:00 ga navbatdagi uchrashuvimizni o'tkazyapmiz. Bugun mana quyida fuqarolarimiz bor. Tadbirkorlarimiz bank mijozlari qatnashyapti bu yerda. Xo'sh, hozir men biridan so'rab o'taman, nima masalalaringiz borligini. Shunga qarab ijobiy hal berishga harakat qilamiz. Siz nima maqsadga kelgansiz? Ismim Suyum. Mening mahallam dasturi bo'yicha shu kredit olmoqchiman. 17 million. Men chorvachilik, qo'ychilik rivojlantirish uyda bir 10 tacha qo'zi beradi. Uni kattalik o'zimga qulaylanmoqchini yaratmoqchiman. Uyda sharoitlar bormi qo'ymoqchiga? Qolmoqchiga? Hamma sharoit bormi? Hozir xodimlarimizga hujjatlar taqdim qilganmisiz? Taqdim qilganmisiz? Buni taqdim qilgan bo'lsangiz, bu bizni xodimlarga topshiriq beramiz. Endi bugun sal kechroq qoldi, ertaga hisobidan kredit chiqarib beramiz. Yana nima savollaringiz bor? Savol yo'q. Sizniki nima masalangiz bo'yicha edi? Siz bir kafilku. İsmim Ergash Ahmad. Benim mahallam loyihasida kredit olmoqchi edim. Hozir ishimiz hal bo'lib qoldi. Skorimga 14,5 million ko'rsatdi. Kafilga 14,5 million ko'rsatdi. Kafilga 14,5. Bo'ldi, hujjatlar ko'rib berdim xodimlarimiz. Bo'ldi, bo'lmasam sizdan ishingizni bugun maksimal ko'ramiz. Bo'lmasa soat ertaga obedgacha soat kredit chiqib beramiz. Bugun o'zida to'g'ri kelib qolsa, bugun o'zida qolsa chiqarib beramiz. Siz menimcha kafil bo'lyapsiz bularga? Kafil bo'lyapsiz. Qanchaga tortdi kafilligingiz? 14,5. Siz qayerda ishlaysiz? Bankada ishlayman. O'zingiz bankadami? Nima lavozimda ishlaysiz? Hamshira bo'lib ishlaysiz. Bo'ldi, bo'lsa hozir aytganingiz bo'lsa hujjatlaringizni taqdim qilgan bo'lsangiz, xodimlarga topshiriq beramiz. Nima qilib beradi? Kreditlarni chiqarib beradi. Plastikdan ochmadingizmi? Plastik ochmagan bo'lsangiz, hozir plastikga ham ariza zaявка bersalaringiz, plastiklaringizni ochib berasiz, plastik kartaga tushirib beriladi kredit tartibi bo'yicha. Boshqa nima savollaringiz bor? Boshqa savol yo'q. Rahmat, o'tiringizlar. Siznikidan maqsadlik ikkingiz ekan? Mahallasidan savol. Shu mening mahallam dasturi bo'yicha 12 million kredit olmoqchiman. Siz bizni sektorga qarab ekansiz, menimcha 17 million nima bilan olasiz? Sug'urta bilan olasiz. Kafilingiz bormi? Kafilingiz bo'lsa, kafil bo'lmasa sug'urta bilan olsangiz bo'ladi. Men sektorga qaraganingiz, mahallaga qaraganingiz. Biz xodimlar skoring qilib bergan hujjatlaringizni. Endi siz hozir skoring qilgandan keyin o'z siz nomingizga bo'ladimi? O'z nomingizga bo'lsa tartiblarni bilasizmi, aytishdimi yo'qmi? Hozir tartib bo'yicha sizning birinchi hujjatlaringizni skoring qilib beradi. Pasportingizni bersangiz, kredit ola olasizmi yo'qmi? Oldin qizilga tushib qolmagan bo'lsangiz, hujjatlaringizni ko'rib beradi. Skoringdan o'tkazib beradi. Undan so'ng siz keyin skoringdan o'tganingizdan keyin soliqqa borib, o'zingizni o'zi band qiladi. O'zini o'zi band qilgandan keyin qolgan hujjatlarni asosida kredit chiqarib beradi. Hozir xodimlarga topshiriq beramiz. Hozir hujjatlaringizni ko'rib beradi, pasportingizni olib, skoringdan o'tkazib beradi. Sizni kredit layoqatingizni tekshirib beradi-da, oldin kredit olganmisiz yo'qmi? Shuni tekshirib bergandan keyin borib soliqdan o'zingiz band qilsangiz, sizga kredit chiqarib beramiz. To'lovlari bor. Bizda plastik ochganlaringizdan keyin 40 ming so'm to'lov bor. O'zimizda plastik hammasi o'zimizda ochiladi. Tez fursatda 15 gramm tuz olib o'zlaringiz nomlaringizga plastik ochib beradi. Shu. Boshqa nima savollaringiz bor ana? Rahmat aka, o'tiring. Savollarim yo'q. Rahmat. Boshqa nima savollar? Agar nima qilsa, bizda boshqa kredit turlarimiz ham bor. Xodimlarimizga konsultatsiya olib ko'ringlar. Yaxshi boshqa banklardagidek bizda ham yaxshi mahsulotlarimiz bor. Shular ko'rsa, yana nima savollaringiz bor sizga? Yo'q, boshqa savol yo'q. Savollaringiz bo'lmasa, bugungi yig'ilishimizni yakunlaymiz. Rahmat hammalaringizga. Ishlaringiz xalq beradi.